narsalaringni olib kelaman. Lekin men shunday o'g'ilman. Hey, shoshma. Hey, shoshma deyapman senga. Hey. Meni kechirasiz. Ha? Qaramidami? Yo'q, nima edi? Men uni dadasiman, Arjun Kapur. Yaxshi. Salom. Meni ismim Nikol. Nikol. Kelinglar. Kiringlar. Bu kishi men dadamlar. Riya, Salom, amaki. dadamlar. Meni sevgili o'g'illar. Demak, Qarani otasi siz ekansizlar. Kechirasiz. Nima? Dadasi. Ha, dadasi. Men Parmundan Prakash bo'laman. Siz Bobbi deb chaqirsangiz ham bo'laveradi. Nima? Dimple deb chaqirsaman. Hech qisi yo'q. Qaran oranjida hazilga ekanlar. Ha, dadang. Bu gullar meni umurovi jalbishadi. Qanday chiroyli gullar. Rahmat. Gulni men desam bo'lar ekan. Shokoladda. Mana bu senga qizim. Senga. Ichkariga kiringlar. Marhamatlar, kiringlar. Marhamat. Yuring. Voy, qani tushma kerak. Shu desang, Karan, men Riyani boshqatdan turmush qurishini istardim-da. Unda oyimga murojaat qilishingizga to'g'ri keladi. To'y marosimlari bilan ular shug'ullanadilar. U ma'noda aytayotganim yo'q, tentakvoy. To'xtang. Meni kuyov qilmoqchimisiz? O'g'lim, men qizimni juda ham yaxshi ko'raman. Sendek betayinga berib, esini yebman. Xudoga shukr. Qo'rqib ketibman. Inson dunyoga yashash uchun keladi. Ana shuning uchun ham ko'ngildagidek yashash kerak. Men yolg'izlik nimaligini juda ham yaxshi bilaman. Meni yonimda Riyam bor edi. Men o'tsam, u kim bilan qoladi? Bu dunyoda hamma bir-biriga omonat. Inson o'ziga hamisha dardkash, suyanchiq qidiradi. Lekin meni Riyam buni sirayam tushunmayapti. Odamlardan qochib shu yerga kelib yashayapti. Bu yerda unga kim ham uchrardi? Agar birorta tuzukroq yigit topsak, ehtimol ko'narmidi deyman, Karan. Menimcha sizga uyum ishlariga yordam beradigan, urf-odatni biladigan, mo'min, ma'qulgina yigit kerak. Topamiz. Ha, o'g'lim, chunki sendaqa tayini yo'q yigitdan yaxshi kuyov chiqmaydi. Rahmat. Ochiqni aytganingiz uchun. Juda yaxshi. Shunday, jilmay. Qaramaki. Hech nima. Bittasi yodimga tushib ketdi. Bir ikki yil avval ularni ko'rgandim. Juda go'zal ekanlar. Afsuski uni na suratga ololdim, na hayotimda saqlab qololdim. So'rashga noqulay-ku. Lekin Bunda so'rama. Yaxshisi, o'zim aytib beraman. Men Londonda fotograflik o'qiyotgandim. O'sha yerda Anju bilan tanishib qoldim. Anjuning dunyoqarashi, o'zini tutishi butunlay boshqacha edi. Uni kiyinishi ham juda oddiy, milliy libos. Bu uni boshqalardan ajratib turardi.